Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndə diqqətli xəbərlərimizin təfsilatı da bo'lsin. Xitoy Tangritog to'rining 9 aprellik xabarda bildirilishicha, 4 ayning 8 kuni atalmış Abnum rayonluq partiya komitetining sekretari Mashuri va qo'rchiq rais Erkin Tunyaz Qatar, Malayziya, Indoneziya, Iran, Misr, Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Turkiya va boshqa davlatlardan kelgan atalmış aqlli amir tadqiqotchilari va axborot xizmatchilari vakillari umiki bilan Urumchida ko'rishgan. Mashhur Sharq Turkistonning tarixiy, diniy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot qatorliqlarni burmalab tunishtirib, Xitoy Kommunistik partiyasi Xinjiangni boshqarish strategiyasini to'liq yo'l qo'yib, g'oyat zo'r iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotlarni qo'lga keltirib, bu rayonning jamiyat muqimligini saqlab keldi. Bu joyindagi nomrodlik masalasini umumyuzlik hal qildi. Har qaysi millatlarning madaniyati va diniy erkinligini to'liq kafolatga ega qilib, millatlarning o'zaro almashib va birlashib yashashini qo'lga keltirdi. Har millat kishilarning xo'shaligi va bexatarlik davomli oshmoqda. Xitoyning bu rayondagi kishilik huquqini qo'llash saviyasi intayin yuqori ko'tarildi. Ammo Amerika va boshqa g'arb davlatlaridagi Xitoy qarshi kuchlar kishilik huquq masalasini bahona qilib, majburiy emgak va irqiy qirg'inchilik qatorliq cho'ng yolg'onlarni o'ydirib chiqarib, Xitoyga tuhmat qilyotdi. Ular Xinjiangni ishsizlik va namratlikqa battirib, Xitoyning taraqqiyotiga to'sqinlik qilishga urinmoqchi bo'ladi. Har qaysi davlatlardan kelgan vakillarning safar jarayonida Xinjiangdagi har qaysi joylarni ziyorat qilib, bu rayondagi haqiqiy ahvolni ko'zdan kechirishini va taratqularning bu joydagi kishilarning xotirjam va xushal turmush ahvolini xalqaro keng tashviq qilishini, aqlli amriy va taratqularning davlatlar o'rtasidagi siyosat va madaniyat almashtirish ham jamoat fikriga yetakchilik qilishda o'ynaydigan muhim rolni to'liq joriy qildirib, Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni texnik ilgari surishga chaqiraman degan. Chet eldan kelgan atalmış vakillar biz bir qism xalqaro taratqularning xabarlari ko'ra, bu rayonga bo'lgan bir taraflama qarashdan saqlanish uchun bu rayondagi naq maydonga yetib kelib, o'z ko'zimiz bilan kuzatish orqali ko'plagan davlatlarning Xinjiangga bo'lgan tonishining intayin chekli ekanligini his qildik. Bu bizning Xitoy hukumatini texnik cho'nqur tonishimizdagi tepilsiz fursat. Biz bu fursatdan foydalanib Urumchidagi kuchli zamonaviy taraqqiyot va ko'p xil madaniyat va xo'shal kayfiyatni ko'rdik. Bizning Xinjiangga qilgan bu safarimizning texnik yo'l natijali bo'lganligini ishonamiz. Biz Xinjiang bilan har qaysi davlatlar o'rtasidagi yo'l qo'yilgan bir balvoq bir yo'l qurilishini o'rtaq taraqqiy qilishda do'stona hamkorlik o'rnatishni va Xitoy bilan bo'lgan munosabatni texnik taraqqiy qilishni umid qilamiz deganlar bildirgan. Xitoy Merkez xabar to'rining 4 ayning 12 kunidagi xabarda bildirilishicha, 10 aprel kuni Beijing turishliq har qaysi davlatlar elchilari va 49 davlatdan kelgan 70 dan ortiq diplomatik elchilar o'zaro almashtirish yig'ini o'tkazgan. Diplomatik elchilar Sharq Turkistonni ziyorat qilish jarayonidagi tushunchalarni Sharq Turkistonning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti va kishilik huquq masalasi qatorliqlarni hamda Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni cho'nqurlashtirish to'g'risida fikrlarini bayon qilgan. Yig'in jarayonida Janubiy Afrika va Qozog'istonning Xitoy turishliq bosh elchilari ayrim holda so'z qilib, Xinjiang xalqining inoq ittifoq yashayotganligini va bu joydagi kishilarning diniy e'tiqod erkinligidan to'liq bahramand bo'layotganligini, Xitoyning bu rayondagi kishilarni namratlikdan qutuldirish uchun ko'rsatgan tirishchanligidan faxrlanganligini, Xitoyning Xinjiangning ko'p davlat bilan bo'lgan chegara afzalligidan foydalanib, Xitoy Qozog'iston hamkorlikni texnik taraqqiy qildirib, iqtisodiy jihatdan zo'r natijalarni qo'lga keltirganligini tilgab o'tgan. Suriya va Turkiyaning Xitoy turishliq bosh elchilari so'z qilib, g'arb davlatlarining yolg'onchiligi Xitoyning Xinjiangni gullantirishi va taraqqiy qildirishiga to'salg'i bo'lolmaydiganligini, bu rayondagi har millat kishilarining kishilik huquqi va yaxshi taraqqiyotdan bahramand bo'layotganligini, atalmış Xinjiangning hozirgi taraqqiyot muvaffaqiyatlarining barliq xalqaro jamiyatga ayon ekanligini, Xinjiangning jo'grafiyalik afzalligi bu rayonga qo'shni davlatlar bilan Xitoy o'rtasidagi hamkorlik ko'rigi bo'lib, Xitoy sodasining taraqqiyoti va gullanishidagi bo'lmasa bo'lmaydigan oltin rayon ekanligini, shu sababdan g'arb davlatlarining buzg'unchilik qilishga urinayotganligini yaxshi bilganligini, Xinjiangning Turkiya bilan bo'lgan savdo hamkorligida zo'r yoshirin taraqqiyotlarning mavjud ekanligini va har qaysi taraflarning yaxshi bir hamkorlik o'rnatish orzusining borligini bildirishgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.